Bir vaqtlar buyuk Temuriylar davrida karvonlar uzoq yo'llarni haftalab bosib o'tardi. Sahrolar oralab savdo yo'llari qurilar edi. Har bir ko'prik, har bir ravot, har bir bozorda xalq mehnati mujassam edi. Samarqand, Buxoro va Hirot kabi buyuk shaharlar qatroslarda moviy gumbazlar osmon bilan bellashardi. Ilm, fan, hunarmandchilik va savdo ravnaq topardi. Ammo bunday qudratli saltanat ham birdamlik va xalq hissasiz bunyod bo'lmagan. O'sha davrda ham davlat ravnaqi uchun xalq o'z hissasini qo'shgan. Yo'llar qurilgan, karvonsaroylar bunyod etilgan, shaharlar obod qilingan, qo'shinlar mustahkamlangan. Bugun esa zamon o'zgardi. Karvon yo'llari o'rnida zamonaviy avtomagistrallar qad ko'tardi. Qadimiy madrasalar o'rnida yangi avlod maktablari bunyod bo'lmoqda. Eski tabiblar maskani o'rnida zamonaviy shifoxonalar xizmat qilmoqda. Lekin bitta haqiqat o'zgarmadi. Davlat taraqqiyoti xalq hissasi bilan quriladi. Bugun bu hissa soliqlardir. Har bir o'z vaqtida to'langan soliq yangi yo'ldir, yangi maktabdir, xalq farovonligidir. Soliq bu shunchaki to'lov emas. Bu buyuk ajdodlar merosiga munosib hissa qo'shishdir. Bu kelajak avlod uchun qurilayotgan yangi tarixdir.